Tarixdan ma'lumki, Qo'qon xonligi Markaziy Osiyo tarixida alohida o'rin tutgan. 18-19 asrlarda Farg'ona vodiysida shakllangan bu xonlik mintaqaning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatgan. Ana shu ta'sirning markazida esa Qo'qon shahri va unda qad rostlagan Xudoyorxon o'rdasi turadi. Tarixiy va ilmiy manbalar o'rda so'zi dastlab turkiy xalqlarda davlat ma'nosida ishlatilganligini ko'rsatadi. Keyinchalik esa poytaxt, hukmdor o'tiradigan joy, qarorgoh ma'nolarini ham anglatgan. Salkam 50 yillik umrini Qo'qon tarixini o'rganishga baxshida etgan xalq olimi Yahyoxon Dadaboyevning fikrlariga qaraganda, o'rda binosi ushbu latif kentda bir necha marta barpo etilgan. Qo'qon shahrida bir necha marta o'rda qurilgan. Eng dastlabki o'rda eradan avvalgi 2-1 asrlarda Farg'ona mamlakati Parkan deb aytilardi. Uni poytaxti Qo'qon shahri bo'lgan. Hukmdor uchun o'rda qurilgan. Hozirgi Tepaqo'rg'on deb aytiladigan joy bor. O'sha yerda o'rdaning xarobalari topilgan. Hozir o'sha yerda arxeologik tadqiqot ishlari bir necha yil olib borildi. Kelajakda ochiq muzeyga aylantirish rejalari bor. Qo'qon uzoq vaqtlar boshqa davlatlar tarkibida bo'lib keldi va nihoyat 1709-yilda Qo'qon xonligi tashkil topdi. Qo'qon xonligi 1709-yildan 1876-yilgacha davr surdi. Shu o'tgan davr ichida 19 ta xon hukmdorlik qilib, shularning davrida 7 marta o'rda qurilgan. 1709-yilda birinchi o'rda qurilgan. U vaqtda davlat ham yangi edi. Qarorgoh tayyorlash kerak bo'lgani uchun shoshilinch bilan juda bir mahobatli bo'lmagan bino qurilgan edi. Shohruxbek o'sha yerda o'tirib, o'sha yerda boshqargan. O'g'li Abdurahmon taxtga o'tirgandan keyin Qo'qon xonligi kengaydi. Va hatto Abdurahmon Samarqand bilan Kattaqo'rg'on shaharlarini ham vaqtincha egallab turishga muvaffaq bo'ldi. Shundan keyin davlatni sha'ni shavkatiga yarasha boshqa o'rda kerak bo'ldi va o'sha Tepaqo'rg'on degan joyga xonlikdagi ikkinchi o'rdani qurdi. Abdurahmonbekning ukasi Abdukarimбек taxtga o'tirgandan keyin o'rdani shahar markaziga ko'chirgisi kelib, shaharda Chorsuv mavzeyiga yaqin joyda yangi 3-o'rdani quradi. Bu o'rdagi Karimbek deb aytiladi, keyinchalik eski o'rda degan nom olgan. 1709-yil. Bu Qo'qon xonligi tashkil topgan vaqt. Tarixiy ma'lumotlar ushbu xonlikning 1876-yilga qadar davr surganini ko'rsatmoqda. Ushbu muddat davomida hokimiyatni galma-gal 19 nafar xon boshqargan. Norbo'taxonda vaqtida yana bir o'rda quriladi. Norbo'taxonda o'rdasini 1842-yilda buzilib ketadi. Amir Umarxon mana bu Xudoyorxon o'rdasining o'rnida bir o'rda qurdiradi 1816-yilda. Bu o'rda keyinchalik kishining o'g'li Muhammad Alixonda davrida kengaytirilib, bezatilib, Zarin saroy deb nom olgan. Umarxonning qurgan o'rdasi 1842-yilda Buxoro bilan bo'lgan urush vaqtida vayrona holatga keldi. Yana xonlar o'sha eski o'rdalar o'tirib turishdi. Keyin Muhammad Alixon bir vaqtinchalik yozlik saroy ham qurib qo'ygandi. Jahon aro degan. O'sha yerda qishlik o'rdaga ham aylantirishdi va Xudoyorxon taxtga o'tirgandan keyin shu Umarxonning xotirasini eslab, shu Umarxonning o'rdasini qayta tiksam deb orzu qilib yurar edi, lekin birinchi va ikkinchi hukmdorligi vaqtida bu nasib etmaydi. 3-marta 1865-yilda 3-marta qayta taxtga o'tirgandan keyin o'sha Umarxonning o'rdasini qayta tiklashga kirishib, mana bu Xudoyorxon o'rdasi deb aytilayotgan o'rdani qurdirishga boshlaydi. O'rda qurilishi 1865-yilda boshlanib, 1870-yilda qurib tugallanadi. Xonlikda nafaqat hududiy yaxlitlik ta'minlangan, balki mustaqil boshqaruv tizimi ham shakllantirilgan. Qo'qon xonlari ayniqsa davlat ramzlari, ma'muriy idoralar va hukmdorlik nufuzini oshirishga katta e'tibor berganlar. Xudoyorxon davrida bunyod etilgan o'rda esa ana shu intilishlarning yorqin ifodasidir. Xudoyorxon o'rdasi
to'rtta me'moriy qismdan iborat bo'lgan tashqi saroy, o'rta saroy, ichki saroy va bog' qismlaridan iborat bo'lgan. Tashqi saroyda asosan harbiy ishlar bajarilgan, ya'ni qal'a vazifasini bajargan sarbozlar turgan, to'plar o'rnatilgan. O'rta saroyda omborlar, yordamchi xonalar bo'lgan va ikkinchi darajali idoralar joylashgan. Va uchinchi ichki saroyda xon o'zi oilasi bilan yashagan va boshqaruv mahkamalari, devon, xazina ham qurilgan. Shuning uchun bu ichki saroyda davlatxona deb ham aytishadi. 1872-yilda xonligida hokimiyat uchun kurash boshlangan. Qirg'iz qipchoqlar Xudoyorxonni o'rniga boshqa bir o'zlarining gapiga kiradigan birorta yoshroq shahzodani o'rnatish uchun kurash boshlashgan. Chunki Xudoyorxon ularni izmiga yurmagan. Bir necha marta o'rda qamal bo'lgan. Qamalda hech bir dushmanlar bu yerga yorib kira olmagan. O'rdaning umumiy maydoni dastlab 18 gektardan iborat bo'lganligi haqida ham ma'lumotlar bor. Hozirgi saqlanib qolgan hudud 1 gektarni ham tashkil etmaydi. O'z davrida Xudoyorxon o'rdasi oddiy saroy vazifasini emas, davlat boshqariladigan, siyosiy qarorlar qabul qilinadigan, diplomatik muzokaralar o'tkaziladigan va adolat mezonlari belgilab beriladigan markaz vazifasini ham bajargan. Saroyda peshtoq qismi juda ham chiroyli qilib bezatildi. Ichkari tomonlari ham ganchkori naqshlar bilan, naqqoshlik naqshlar bilan bezatildi. Va bir qancha joylari yana kelajakda yana obod qilish uchun qoldirildi. Xudoyorxonga bu o'rdada yashash 5 yil nasib qildi xolos. 5 yildan keyin taxtdan voz kechishga to'g'ri keldi va keyinchalik Qo'qon xonligi tugatildi. Bu o'rdani endi boshqa o'rdalarda, misol uchun Xiva, Buxorodagi nimalardan ancha farqi bor. Qo'qonda o'rda deb aytiladi. Buxoroda Ark deb aytiladi. Xivada Nurullaboy saroyi deb aytiladi. Xudoyorxon davrida barpo etilgan ushbu o'rda o'zining hashamatli bezaklari, keng hovlilari va murakkab arxitekturasi bilan xonlik qudratini namoyish etgan. Unda nafaqat turkiy xalqlarga xos qurilish uslubi, balki Qo'qongagina tegishli bo'lgan me'moriy o'ziga xoslik ham aks etgan. O'ziga xos tomonlari shunday bo'lganki, o'rda juda muhim muhandislik inshootlariga ega bo'lgan. Hozirgi til bilan aytganda kanalizatsiya juda mukammal qilib qurilgan. Keyin yashirin yerosti ariqlari ham bo'lgan. Misol uchun qamal holatida qamal bo'lib qolsa, o'rdaga hayot kechirish uchun bir necha hafta shu yordam kelguncha yashab turish uchun suv zaxiralarini saqlash uchun shunaqangi yashirin ariqlar qurilgan. Yana bir inshoot o'rdadan shaharda bir necha tomoniga yashirin yerosti yo'llari qurilgan. O'shalardan bittasini ko'rishga muvaffaq bo'ldik. O'rdadan Tepaqo'rg'on qabriston degan joyga chiqadigan yo'lda bir qismini, saqlanib qolgan qismini ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Lekin ko'p joyi bosib qolgan. Tanga bosadigan nima ham shu zarbxona o'rdaning o'zida joylashgan. Xudoyorxon o'rdasining o'ziga xos jihatlaridan biri uning atrofida bog'larning mavjudligi, deydi tarixchi Yahyoxon Dadaboyev. Buxoro, Xiva saroylarida bog' deyarli yo'q. Bu saroyda Xudoyorxon o'rdasining juda katta bog'i bo'lgan. Bu bog' ikki qismga bo'lingan. Yarmi haramga, yarmi umumiy bog'ga qo'shilgan. Umumiy bog'da shu saroy xizmatchilari, o'rda xizmatchilari, Xudoyorxon o'zi dam olib saqlanib turadigan nima bo'lgan, qolgan haramga tegishli qismida ayollar yashaydigan va dam oladigan joy bo'lgan. Haramga qarashli qismi 8 ta chaman deb aytiladi. 8 qismga bo'lingan. Har bir chamanda o'zini maxsus gullari, maxsus hovuzlari, marmar qoplangan hovuzlari bo'lgan. Bu narsalar keyinchalik Buxoroda Sitorai Moha xosida biroz takrorlandi xolos.
O'z davrida ushbu o'rdada davlat ishlari hal etilgan, elchilar qabul qilingan. O'rda devorlari orasida faqatgina shaxsiy hayot emas, butun bir xonlik taqdiri muhokama qilingan. Xonlikda asosiy qarorgohi o'rda hisoblangan. Shu yerda divon joylashganligi uchun ham ichki qismi davlatxona deb aytilgan. Bu yerda xonlikka oid barcha farmonlar, qarorlar, yordiqlar mana shu yerda yozilgan. Xudoyorxon o'zi shaxsan ko'rib, o'z ko'zi bilan ko'rib, keyin muhr bosishga ruxsat bergan. Qo'qon o'rdasi Markaziy Osiyodagi boshqa saroylardan o'z uslubi va g'oyaviy yuki bilan ham ajralib turadi. Qolaversa, o'rda ichidagi hayot qattiq tartib asosida kechgan deydi tarixchilar. O'rdani hayoti juda o'ziga xos hayot bo'lgan. Har kuni erta bilan Xudoyorxon bomdod namozini o'qigandan keyin nonushta qilmasdan qabrxonaga kirishgan. Qabrxonani o'sha vaqtda salomxona deb aytishgan. O'sha yerga chiqib o'tirib, ardiga kelgan odamlarni ardini tinglagan. Bir qancha odamlarni qabul qilgandan keyin vazirlar bilan o'sha yerda nonushta qilib, keyin yana qabrda davom ettirgan peshin namozigacha. Peshin namozidan keyin davlat ishlari bilan, vazirlar bilan maslahat va boshqa ishlar bilan shug'ullangan. Faqat kechqurungina o'zini shahnishin degan hovlisiga kirib, o'sha yerda bola chaqalar bilan o'tirgan. Salomxonani ta'biri juda chuqurroq. Bu salom degani sog'lik, omonlik, tinchlik, osoyishtalik degani. Shu salomxona mamlakatni, saltanatni tinchligini ta'minlaydigan joy degan ma'noda tushuniladi. Shu yana bir nomi ko'rinishxona bo'lgan. Bu yerda odamlar kirishi o'ziga xos bir tartib bilan belgilangan. O'rdani oldida katta bozor bo'lgan. Har bir o'rda haqidagi yozilgan kitoblarda o'rda bozori degan so'z ishlatiladi. O'rda bozori. Shu o'rdadan chiqqan odam bozor o'shar qilib uyiga ketaveradigan. O'rdada har bir shaxsning o'rni, vazifasi va harakat doirasi belgilangan. Ayrim hududlar omma uchun ochiq bo'lgan bo'lsa, ba'zi joylar faqat ayrim shaxslarga mo'ljallanganligi haqida ham ma'lumotlar mavjud. U o'rdaning birinchi darvozada yonida dodik degan bir xona joylashgan. Dodik degani bu odamlarda arzi dodini eshitadigan joy degani. Maqolam tarqalgan shu haqda. Doding bo'lsa, dodikka bor. Boding bo'lsa, bodikka bor. Bodik degani bu sandali. Bod kasali bor odam sandaliga kirib yotsin. Arzidori bor odam dodikka borsin, o'sha yerda arzi hal bo'ladi degan ma'no kelib chiqadi. Hamma arzilar ham ijobiy hal bo'lavergan deb aytolmaymiz, lekin shu idoraning borligi va bir qancha odamlarda mushkilni oson qilganligi haqiqatda ham hujjatlar asosida tasdiqlangan. Xudoyorxon o'rdasini faqat me'moriy yodgorlik sifatida qabul qilish kerak emas, u davlatchilik tajribasi, hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, milliy tarixning murakkab saboqlarini o'zida mujassam etgan timsoldir. Lekin ming afsuski, ushbu tarixiy inshoot o'tmishda siyosiy ta'sirlar ostida ham qolgan. Xonlik tugatilgandan keyin o'rda Rus garnizoniga aylantirilgan. Xon o'tiradigan qismini esa cherkov qilib qo'yishgan. Shaharda boshqa cherkov qurilguncha 7-8 yil shu cherkov bo'lib turgan. Keyin 17-yilda to'ntarishlar bo'lib, Turkiston muxtoriyati yanchib tashlangandan keyin Xudoyorxon o'tirgan joyda kambag'allar uyushmasiga idora qilib berishgan. Qashqarlar komitet deb aytishgan buni. 1924-yilgacha davom etgan bu holat. Tarixchilarning bergan ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, o'rda binosida muzey tashkil etilib, unda turli eksponatlar mujassam qilingan. 1924-yilda bu yerda katta bir ko'rgazma tashkil qilingandan keyin shu ko'rgazmada juda ko'p qo'qonlik ustalarni ishlari qo'yilgan. Bundan tashqari havaskor ovchilarni tayyorlagan tulumlari va boshqa qiziq narsalar qo'yilgandan keyin ko'rgazmani ko'rgan odamlarda
bu yerda muzey tashkil etish kerak ekan. Bu mana bu eksponatlar asosida degan fikr paydo bo'lgan. Shu fikr asosida 1925-yilda muzey tashkil etilgan. Mana bu yil 100 yil bo'ldi. Yahyoxon Dadaboyevning kuyunib gapirganicha ham bor. Chunki sizu bizga milliy va madaniy meros bo'lgan asori atiqalar millatni qadrlamagan, ilmni va tarixni hurmat qilmagan odamlar qo'lida o'z davrida oddiy buyumga aylangan va talon-taroj oyoq osti qilingan. 1876-yilda ruslar qo'liga o'tgandan keyin talon-taroj bo'lgan bu yil. Ofitserlar yashagan, zobitlar. O'sha zobitlardan birini qizi bir esdalik yozib ketgan. Esdalik yozib fondimizga tashlab ketgan. O'sha esdalikni yozishicha bir afsuslanib yozganda rus askarlari bilan zobitlarni qilgan ishlarini, bular haligi shu saroydagi barcha qo'liga ilingan narsalarni bozorga olib chiqib sotib, o'shaning puliga aroq sotib olib ichishgan. Hatto Xudoyorxonni va boshqa bir ikkita yaxshi saqlangan xonalardagi parket pollarni ham parketini ko'chirib sotib yoqib yo'q qilib olishgan. Hech narsa qolmagan. Qo'qonda qirg'in bo'lgan vaqtda saroyga bostirib kirgan qizil askaru arman dashnoqalar saroydan hech narsa topisholmagan. Muzeyda bugun 1000 ga yaqin eksponat mavjud, lekin ularni jamlash, muzeyga qaytarish ham oson kechgan jarayon emas. Talon-taroj qilingan narsalar qayerga ketardi? Bozorga chiqadi-da. Bozorda odamlar sotib olgan, bir necha oylar o'tgan, keyin bir xilga odamlar pulga zoriqib yoki boshqa qilib muzeyga olib kelib sotishgan yoki o'zimizning muzey xodimlari ham hovli yurib narsa qidirganmiz. O'sha 24-yildan keyin muzey ishga tushgandan beri juda ko'p eksponatlar to'plangan. Urush yillarida muzey ishi faoliyat to'xtatilib, bu yer gospitalga aylantirilgan. Keyin batdagi eksponatlar har xil tashkilotlarga tarqatib yuborilgan. Shundan keyin juda katta yo'qotish bo'lgan. Shu yo'qotishlardan keyin yana qayta muzey tashkil olgandan keyin yana muzey xodimlari yana hovli yurib, yana bozorlarda olib shu narsalarni qayta to'plashdi. Mana bu to'plargina yerga ko'milib qolgan ekan. Qonlardan qolgan to'plar. Narigisi o'zimizning Qo'qonda quyilgan, bunisi nimada quyilgan? Xitoyda quyilgan. Qo'qon xonlari juda bir tashqi siyosati juda kuchli bo'lgan. Xudoyorxondan birorta qolib ketgandir deb sovet vaqtida ham bitta biroz arxeologik qazish ishlari olib borildi. Shunisi qiziqki, o'rdani asosiy qismi yerdan 4-5 metr baland. Mashatni kovlashdi, ya'ni shaharda izini topamiz deb. Biz darrov tushundik, shaharda izini 4 metr tepadan qidirmaydi. Ortdan qidirishdi-da. Lekin bizni qidiruv ishlariga aralashtirishmadi. Nima topishdi, Xudo biladi. Yaxshi, mana bu Xudoyorxon mana shu saroyda qurib ketgan ekan. Shu saroy tufayli muzeyga odam kelishi boshqa shaharlardagi muzeylarga nisbatan ancha yuqori darajada. Xudoyorxon o'rdasi shu muzeyda eng asosiy eksponati hisoblanadi. Xudoyorxon 1875-yilda taxtdan voz kechgandan keyin xazinani bir qismini o'zini arxivini va boshqa narsalarni olib ketgan. Xudoyorxondan bitta Qur'on kitob qolgan bitta. Xudoyorxonni o'zini muhri bilan. Tarixchi Yahyoxon Dadaboyev Qo'qon xonlarining maqsadi butun Turkistonni birlashtirishdan iborat bo'lgan deydi, ilmiy va tarixiy manbalarga tayanib. Qo'qon xonlarining eng birinchi maqsadi O'rta Osiyoni birlashtirish. Bu haqda muzokaralar olib borishgan. Nafaqat Qo'qon xonlari,
Xiva xonlari ham, Buxoro amirlari ham urinishgan. Qo'qon xonlarini boshqa hukmdorlardan bitta farqi bor. Qo'qon xonlari davlatni o'zlari tashkil qilishgan. Yo'q joydan. Buxoro amirligida davlat Ashtarxonligidan meros qilgan Buxoro amirligiga. Xorazmda ham xuddi shunday bo'ldi. Xorazm podshohligidan Xiva xonlariga meros bo'lib o'tgan. Xazina ham meros bo'lib o'tgan. Boshqa urf-odatlar, an'analar ham meros bo'lib o'tgan. Lekin Qo'qon xonlari o'zlari yangi davlat tashkil etgani uchun meros hech narsa bo'lmagan. Har bir xazinani to'ldirish uchun misqollab yig'ishgan. To'ldirish uchun avval boylardan qarz olib, davlat xarajatiga ishlatib, keyin soliqlar yig'ilgan vaqtda boylarni rozi qilib, shuna qilib zarxonani ishga tushirgandan keyin pul ishlab chiqarib, keyin urushlarda, boshqa joylarda o'ljalardan foydalanib, asta-sekin boyib borgan. Yana bir farqi, Xorazmda davlat tili o'zbek tili bo'lgan. Buxoro amirligida davlat tili fors tili bo'lgan. Qo'qon xonligida esa ikki tillik bo'lgan. Hujjatlarda katta bir qismi fors tilida yozilgan, ma'lum qismi turkiy tilda yozilgan, lekin muomala turkiy tilda bo'lgan. Qo'qon hukmdorlarining qator vakillari Temuriylar an'anasini davom ettirib, o'zlari ham ilm-ma'rifat bilan shug'ullanganlar. Bu sohaning ravnaqiga katta hissa qo'shganlar. Taraqqiyot uchun kerakli ko'maklar berilgan. Adabiy muhit bilan bog'liq jihatlarga e'tibor juda kuchli qaratilgan. Xudoyorxon savob ishlari ko'p qilgan. Shu savob ishlari biri Qur'on yodlash bo'lgan. Saroyga juda ko'p xatotlarni to'plab, Qur'on, hadis, shoirlarimizni she'rlarini bayot holda yozdirib, madrasalarga, masjidlarga tarqatishib, bittasi Qur'onni o'zida olib qolgan, o'sha nimasi Xudoyorxonda qolgan yagona buyum o'sha Qur'on hisoblanadi. Farg'ona ahli qadimdan shu ilm ma'rifatga o'ch bo'lib kelgan. Ilm ma'rifat boshqa hududlarga nisbatan bir pog'ona yuqori turgan. Qo'qon xonlari taxtga o'tirganlardan keyin ham shu ilm ma'rifatni rivojlantirish uchun juda katta ishlar qilishdi. Ayniqsa Umarxondan avval ham bir qancha mashhur shoirlar bor. Lekin Umarxon vaqtida shoirlarga alohida bir e'tibor ko'rsatilib, bir muhit yaratildi. Va Qo'qon adabiy muhiti degan muhit vujudga keldi. Bu Qo'qon adabiy muhiti deb aytamiz, boshqa joyga nisbatan muhit so'zi hech ishlatilmagan tarixda. Hirot adabiy muhiti degan so'z ham yo'q. Xiva adabiy muhiti degan so'z ham yo'q. Buxoro adabiy muhiti degan so'z ham yo'q. Qo'qon adabiy muhiti bor. Bu adabiy muhitni yaratishni yana bir sabablardan biri Amir Umarxon o'zi ham juda zo'r shoir bo'lgan. Oilasi Mohlaroyim Nodira begim juda katta shoira bo'lgan. Shu o'g'li Muhammad Alixon ham shoir, Xon Taxtasini yozib shoir bo'lgan. Mana shu narsa ham adabiy muhitni rivojlanishiga juda katta ta'sir qiladi. Qo'qon adabiy muhiti ham xonlikning madaniy hayotida katta o'rin tutgan. Muhim jihat shundaki, bu davrda ijodkorlar o'zbek va fors tojik tilida ham birdek qalam tebratganlar. Qolaversa, avval yozilgan bir necha tarixiy asarlar fors va arab tillaridan turkiy tilga tarjima qilingan va yangi kitoblar ham yozilgan. Bu yangi asarlarning o'ziga xos xususiyatlari bor edi. Ularning ayrimlari she'riy yoki qisman she'riy yo'lda yozilgan. Bu esa qo'qonlik tarixchilarning adabiyotni yaxshi bilibgina qolmay, she'riyatda ham qalam tebratganliklarini ko'rsatadi. Xuddi Yahyoxon Dadaboyev singari. Adabiy muhitga bir o'zim topgan bir ta'rif bor. Qo'qon xalqi qofiya bilan so'zlab, radif bilan bo'zlaydi. Ishga oid gaplarni turoq vaznida bajaradi. Urush janjallarni barmoq vaznida amalga oshirishadi. Arzi muhabbatni aruz vaznida qilishadi. Qo'qonni mushuklari nazmda miyovlab, kuchuklari nasrda vovullaydi. Savalari haj bilan sayraydi. Mana shu narsa Qo'qon adabiy muhitini sodda bir ifodasi. O'zingiz yozgansiz buni. Shunaqangi. Mana shundan bilib olish mumkin. 20 yil avval azalarda
ayollarimizni aytib yig'lashga qo'rqsangiz, qofiya bilan, radif bilan yig'lashardi. Odamlar ham ko'pincha shu qofiya bilan gapiradi. Ba'zan badiiy hikoyalarni ham she'rga aylantirib saz bilan gapirishadi. Qo'qon adabiy muhitida 2 asr mobaynida 19-20 asr mobaynida 300 dan ortiq shoir va yozuvchi yashab ijod qildi. Bu juda katta ko'rsatkich. Boshqa bir hududlarda bunchalik shoirlar ko'p chiqmagan. Xudoyorxon o'rdasi nafaqat Qo'qon xonligi davrining siyosiy markazi, balki yurtimiz madaniyati va san'atining yorqin namunasidir. O'tmish bilan bugunni bog'lab, kelajak avlodni tarixni qadrlashga undaydigan ushbu majmuaning o'ziga xos arxitekturasi, binoning har bir burchagi, ayvonlardagi har bir ustun va naqshlar o'tmishdan darak berayotgandek go'yo. Chunki Qo'qon xonligi va Xudoyorxon o'rdasi shon-shuhrat va fojianing, qudrat va inqirozning bir nuqtada tutashgan hikoyasini yodga soladi ham. Ana shu hikoyani anglash, his qilish, saboq olish esa katta hikmatdir. Xudoyorxonda o'rda qurilish haqida Qo'qon xonligiga bag'ishlangan barcha qo'lyozmalarda ma'lumot bor. Ruxsat qiluvchilar ham kelib, juda puxta tekshirib, saroyda tuzilishi va o'sha o'rdada xizmat qilgan odamlarni ko'pini tovib gaplashib, o'rda hayoti haqida juda ko'p ma'lumotlar to'plashgan. O'sha ma'lumotlarni biz topib, shu Xudoyorxon o'rdasi degan kitob yozdik. O'sha kitobda o'rdani qurilishi, qurilish jarayoni, me'moriy tuzilishi, ma'muriy tuzilishi va o'rda hayoti. O'rdada kimlar yashagan, kimlar nima yeb, nima ichishgan, qanday xonalar bo'lgan, hammasini batafsil o'sha kitob qilib Xudoyorxon o'rdasi degan kitob chiqarishga muvaffaq bo'ldik. Tanga bosish jarayonlari hammasi juda batafsil bayon qilingan.